Asal, qo'rqmasdan aytavering. Biz hammamiz siz yoningizdamiz. Yoki sizni kimdir turtib yubordimi? Asal qizim. Tushunmadim. Unda Asalni nimaga zinadan turtib yubordingiz? Kim? Men turtib yuborganim yo'q. Unda nega sizni ko'rsatdi? Asal, qo'rqmasdan aytavering. Biz hammamiz siz yoningizdamiz. Yoki sizni kimdir turtib yubordimi? Asal qizim. Tushunmadim. Nimadir muammo bormi? To'g'risini aytsam, oxirgi payt qizimga ko'p vaqt ajrata olmay qoldim. Ishlarim ko'payib ketdi. Bilasiz, qiz bola otaga mehri boshqacha bo'ladi-yu. Shuning uchun mendan mehr kutgan shu mehrni bera olmagan bo'lsam kerak.